Salom do'stlar. Bugun sizlar bilan dunyoga juda ham mashhur, ayniqsa jang san'atiga qiziqadigan insonlar bu insonni biladi. Yapon samurayi. 60 tadan oshiq jang o'tkazgan, lekin biror marta ham mag'lubiyatga uchramagan. Miyamoto Musashi. Nafaqat u o'zini jang salohiyati bilan, kuchli jangchiligi bilan, balkim undan ham muhim bo'lgan narsa o'zini juda ham kuchli strategik fikrlay olishi, strategik shaxsligi bilan ajralib turgan. Raqibini izdan chiqarish uchun uni ojiz nuqtalarini o'rgana olgan. Kerak bo'lsa manipulyatsiya qila olgan. Har qanaqangi yo'l bilan raqibni g'azablantirish, asabiga tegish, uni noto'g'ri qarorlar chiqarishga majbur qila olgan. Birinchi jangini 13 yoshida, tasavvur qilasizmi, 13 yoshida birinchi jangini o'tkazgan. Hozirgi yoshlar 13 yoshida TikTokdan boshini ko'tara olmayotgan bir paytda ular uyg'onishgan, mas'uliyatni bo'yniga olishgan, o'limni bo'yniga olishgan. Musashidan bugun o'rganadigan narsalarimiz juda ko'p. Birinchisi, dunyoni boricha qabul qil, deydi Musashi. Bu nima degani? Odamlar ba'zan bizni g'azablantiradi. Davlat miqyosida g'azablanamiz, siyosat, iqtisod, inflyatsiya yoki ob-havo, juda ko'p narsalar bor. Lekin Musashi aytadiki, dunyo sen xohlaganingcha bo'lishga majbur emas deydi. U sana atrofingda aylanmaydi. Sen unga moslashasan va bu narsani qancha tez, erta amalga oshirsang, bu seni o'zingga foyda bo'ladi deydi Musashi. Aytadiki, bizni prioritetimizda doim olib yurish yoki nimadir o'zgartira olmasak ham shunaqa bo'lish kerak edi deb g'azablanib yurish emas. Prioritetimizda asosiy diqqat o'zimizga qaratilishi kerak. O'zimizni o'zgartirishga bo'lgan xohishni qabul qilishimiz kerak deydi. Ikkinchi qoida. Musashi aytadiki, hayotdagi nafs, kayfu safo, aysh ishrat o'z quliga seni aylantirib qo'ymasin deydi. Hozir go'yoki psixologlar bu narsani o'ylab topgandagi, dopamin, internetda o'tirasan, xohlagan narsani yeysan, shirinlik, ichimliklar va hokazo seni dopamin darajangni ko'tarib yuboradi. Keyin u yoq bo'ladi, bu yoq bo'ladi. Do'stlar, 400 yil oldin yetib ketgan Musashi narsani. Nima degan? Agar seni tez, osonlikcha, kayfu safo dardiga o'zingni uradigan bo'lsang, bora-bora bu narsalar senga odatga aylanadi. Va bora-bora sen hayotdan ma'noni yo'qotasan dedi. Ma'no yo'qotasan dedi. Va yolg'iz his qilasan o'zingni. Shu bilan birga keyinchalik afsuslanasan dedi. Keyingi qoida. Musashi aytadiki, hayotdagi bizni xohish-istaklarimiz aslida bu bizni muammoyimiz. Shu o'rinda u Buddani misol keltiradi, ya'ni buddizmni aytadiki, asosiy g'oyasi insonni g'am-qayg'ulari, bu uni xohishlari ortida yotadi deydi. To'g'ri, biz maqsadlarimizga bog'lashimiz kerak. Ba'zi bir xohish-istaklarni nimadirga erishmoqchiman, uni qilmoqchiman. Lekin asosiy narsa bu bo'lib qolishi kerak emas deydi. Oltin o'rtalig'ini ola olgin deydi. Qaysi narsa senga haqiqatda kerak? Zaruriyat yuzasidan. Qaysi narsa senga usiz ham sen aslida to'la-to'kis hayotni yashashing mumkin. Bu narsani o'zing uchun ajratib ol deydi. Shu o'rinda yana bir narsa aytadiki, Musashi, aksariyat bizni xohishlarimiz bu ichki muammolar bilan bog'liq deydi. Ba'zi bir insonlarni ko'ramiz, unga kerak emas o'sha erishmoqchi bo'layotgan narsasi. Unga atrofdagilarni u erishganligi, bu narsani ular, ya'ni atrofdagilar ko'rib qo'yishi muhim. Bu nimadan dalolat beradi? Bu degani insonni ichida muammo bor degani. Yoki unda yoshligida qanaqadir travmalar bor, yo bo'lmasam hozir o'zida qanaqadir ishonch yo'q. Ya'ni uni boricha mana shu holatida qabul qilishiga atrofdagilar ishonmaydi. Va men nimadirga erishsamgina keyin ular meni qabul qiladi degan narsa bor. Chunki muammo tashqarida emas, bu ichkarida edi. Ana shu narsani Musashi o'sha paytda aytgan. Keyingi maslahat, tanasini yo'qotsa, lekin o'ziga bo'lgan ishonch, g'urur, or-nomusini yo'qotmasin dedi. Bu nima degani? Musashi aytadiki, insonda eng muhim narsa bu uni g'ururi, o'ziga bo'lgan ishonchi. Lekin o'ziga bo'lgan ishonch, o'ziga bo'lgan g'urur bu shunchaki qanaqadir cho'pchak bilan o'ziga bo'lgan har kuni ertalab turib oynaga qarab
man bunaqaman degan qanaqadir affirmatsiyalar bilan emas, o'ziga bergan haqiqiy va'dasini uddasidan chiqishi bilan bo'ladi deydi. O'zini aldamaslik bilan bo'ladi deydi. Haqiqiy ishonch. Yana bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, o'ziga ishonch, o'ziga hurmat hech qachon, eslab qoling, hech qachon gap so'z bilan bo'lmaydi. Faqat va faqat og'ir mehnat bilan bo'ladi. Chunki og'ir mehnatda inson o'zini potensialini, kimligini sekin-sekin o'rganadi. Go'yoki oltin olovda tovlanganidek, inson ham og'ir mehnatda. Bu gaplar balandparvoz eshitilishi mumkin bo'lsa, lekin qachon siz nimadirga taslim bo'layotgan bo'lsangiz, o'sha taslim bo'lishingizda jang ketayotgan paytda, ya'ni ichingizda bir ovoz bo'ldi, taslim bo'l, sani qo'lingdan kelmaydi deyotgan paytda, bu yoqdan kichkinagina, mana bu ovoz juda ham baland bo'ladi, lekin kichkinagina ovoz yo'q, sen qila olasan deydi. O'sha ovoz nimaga tayanadi bilasizmi? Undan oldin qaysidir xatti-harakatni, qaysidir og'ir mehnat, masala, muammoni uddasidan chiqqanligingizni eslatib ana o'sha narsaga tayanadi. Mana shu kichkinagina ovoz. Sen qila olasan, sen mana bundan muhim mana bu ishni qilgan eding. Sen uddasidan chiqa olasan, sen mana bu narsani qilgan eding. Shu o'rinda Lev Nikolayevich Tolstoyning juda ham zo'r gapi bor. Hech qachon o'zingizni ham deydi, boshqani ham gap so'ziga ishonmang. Har doim o'zingizni ham, boshqani ham amaliga ishoning deydi. Keyingi qoida, biz qarorlar chiqarayotganimizda emotsiyalarga berilishimiz kerak emas deydi Musasi. Hayotimizdagi aksariyat biz afsuslanadigan qarorlarni biz emotsiyaga berilgan holda amalga oshiramiz. Hozirgacha ham siz nimadirdan afsuslanadigan bo'lsangiz, ozgina o'ylab ko'rsangiz, emotsiyalar birinchi planga chiqqan. Shu o'rinda Musasi aytadiki, biz juda ham xursand bo'lib ketishimiz kerak emas. Ya'ni o'sha holatda ham qaror qabul qilishimiz kerak emas. G'azab, tushkunlikda ham emas. Qachon? Biz sovuqqon bo'lganimizda. Ya'ni siz nimadirdan ham xursand emassiz, nimadirdan ham jahlda emassiz, siz sokinsiz. Sizda sovuqqonlik birinchi plan. Va shu bilan birga biz qarorlar chiqarayotganda ratsional bo'lishimiz kerak deydi. Bu nima degani? Aniq faktlarga tayanishimiz kerak. Sevgi to'g'risida ham Musasi gapirib o'tadi. Sevgi bizni ko'zimizni qo'rqitib qo'yadi deydi. Sevgi ko'zimizni qo'rqitib qo'yishining asosiy sababi biz bir insonni u aslida qanaqa bo'lsa shunaqaligicha emas. Afsuski biz o'zimiz ko'rishni xohlagandek ko'rishni boshlaymiz bir insonni deydi. Emotsiyalar bizni boshqaradi deydi. Ya'ni bir inson to'g'risida qanaqadir xulosaga borayotgan paytimizda emotsiyalar bizni boshqargandan keyin reallikni ko'ra olmaymiz deydi. Bir inson bilan siz emotsiyalarga berilgan paytingizda ma'lum bir payt o'tgandan keyin, emotsiyalar tugagandan keyin siz tushunib yetasizki, u inson hech qanaqasiga noodatiy yoki bir o'sha inglizcha qilib aytganda special, ya'ni o'sha alohida shaxs bo'lmagan. Uni siz qilgansiz. O'zingizni miyangizdagi illyuziyalaringiz bilan, his-tuyg'ularingiz yordamida deydi Musasi. Umid qilaman video sizlarga foydali bo'ldi va bunaqa kontentlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'ling. Izohlarda fikringizni yozib qoldiring.